Assalomu alaykum obunachilar. Xullas sizlar bilan yana men Meteorus. Xullas biz anchadan beri video olmadik YouTube'imizga, lekin endi olishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa har haftada shanba, yakshanba kunlari video qo'yib turaman. Qolgan kunlar vaqtim bo'lmay qoladi. Xo'sh, endi Lashkarovich Kiravon SMP serverda kuchab olganman. 2.100.000 pulimiz bor. Legenda kiti bor. O'ldirgan 13 ta. Unda shunaqalar. Bu serverda xullas bir chiroyli serverlarga kirib sizlarga ham server taklif qilaman. IP'si videoda ham qo'yib qo'yaman. Hozir xullas kit yashiramiz deyapti sherimiz, qani ko'raylikchi. Sherigim kit yashiraman deyapti. Buni koordinatasini ko'rsatamayman, o'zini YouTube kanaliga qo'yadi. O'zi YouTube kanalidan ko'rib olsanglar bo'ladi. YouTube kanali ham bir xil. Mana shu YouTube kanali xuddi shunday deb olsanglar chiqadi. Katta harfda 7, pastlikcha UZZ. YouTube kanalidan ko'rsanglar bo'ladi. Xullas yashirib olamiz. Qurbaqa. Bu biz kitimiz endi. Legend helmet, chestplate bor, yana qilich, sharpness 5, unbreaking 3, tamir, ya'ni mending bo'ladi, uni tamir degani 6 olma. Xullas mana kit yashiryapti sherim. YouTube'ga 7 pastlikcha UZZ deb yozsanglar, kanal chiqadi. Kanaliga o'zi qo'yib qo'ygan bo'ladi. Kanaldagi koordinatasini ko'rib kitab ketsanglar bo'ladi. Hozir bir qator obzor qilib beraman o'zim. Ichida nimalar borligini. Ko'raylik, yo'q. Ko'raylik. Sam ko'raylik. Birov biz ham ko'raylik. Optimumga chiqaruvchi sizlarga nima xabar berib turaman. Yashiring endi mashikka yashiring. Mana ichida mana bunaqa elit kit bor ekan xullas kerak. Bunni elit kit. Yo'q, meysan bor ekan. Xullas kelib olib ketsanglar bo'laman mashina. Xullas mana kirishinglar bilan mana shu yerda spam bo'lasizlar. Mana kirasizlar. Login deb turib, o'zingizlar yo'qsizlar, yangi kirgan bo'lsanglar, mana register qilib turib, misol uchun mana xato ketib qoldi. Xato ketib qolyapti. Register, parol yozasizlar. 111, keyin yana bitta qaytarasizlar parollarni. Shunda enter deyasizlar, keyin chiqadi. Kirasizlar, keyin bitta captcha chiqadi. Mana u ayna chiqqandan keyin qizillab turadi. Mana o'rtada misol uchun yashil turgan bo'lsa, yashil deysizlar, kirasizlar. O'ng tarafimizda spawn afgxona bor. Afgxonada har bir minut tursanglar, sizlarga bitta jim beradi. Mana bunday jim hozir 3 ta bor. 1000 ta bor edi. Menda bunaqadan legenda kit olgan ishlatib qo'ydim. 51 soniyadan keyin bizga bitta token berishadi ekan. Xullas shu yerda har bir daqiqasiga misol uchun bittadan token olsanglar bo'ladi. Bu token degan shop desanglar, mana shop deysizda. Mana bitta pulga narsa, mana jim shopga kirsanglar, mana bu yerda kit olsanglar bo'ladi. Kirka yoki bolg'aga shunga o'xshash narsalar. Bir boshdan ko'rsatamiz. Xullas mana bu yerda spawner, misol uchun 250 ta token, 250 tokenga o'rgimcha, zombi spawn, golem spawndan bor hattoki, temir golem spawner, creeper spawner bor. Endi bu yerda kit, asosiysi kit bu. Homey kit misol uchun u hozir ko'rsatib beraman. 2000 token, crown kit 1500 token, legend kit 1000 token, elite kit 500 token, starter kit o'zi har 5 daqiqada o'zi bekor yozsanglar bo'ladi, bu yerdan olish shart emas. Chiq. Boshqatdan kiramiz.
Hop, shundan keyin bu yerda kilkalar olsa bo'ladi. Extreme Mace bor bu yerda. 5000 ta tokenga olsanglar bo'ladi. Buni FFA degan event bo'ladi. U yerda har bitta kill qilganinglarga sizlarga mana 30 tadanmikin token berish kerak adashmasam. Bundan keyin Ender Gemchuk bor. Bu cheksiz ishlatsanglar bo'ladi, joni yo'q. Narxi 500 ta token bo'ladi. Keyin o'roq bor. 3 kuch joyda oladi, ya'ni narsalarni oladi. Keyin lapatka, bu ham 3 kuch qaziydi. Bolti bor. Taydan boltada agar misol uchun katta daraxtlar bo'ladigan bo'lsa, taydan bitta chopsanglar, hammasi chopirilib tushadi. Keyin drill kirka bor. Buni ham narxi 500 ta token. 3 kuch joyda qazib beradi bu ham sizlarga. Orqaga qaytsak, mana bu yerda taglar bor. Ya'ni misol uchun sizlar isminglar turgan bo'lsa, Meteorda oldida Grinder turadi. Nuker hammasi 1000 ta tokenga olsanglar bo'ladi. King bor, Killer tanlab olasizlar o'zingizlar qolganini. Undan keyin shopga kirasizlar. Shopga kelsanglar, har xil narsalar, shu misol uchun shulker bor. Tanlab olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda Ender Gemchuk, o'sha Elinezar, dalish mana bundaqa Blaze Roadlargacha bor. Hamma narsa bor. Mana narxlari ham yozib qo'yilgan. Keyin Tatem bor. Tatem 10 ga. Optam bor, o'sha oltin olma, Libboki narsa bor. Bu serverga kirish versiyasi 1.21 yoki 1.21 dan boshlanadi. Bu yerda ovqat bor. O'zingizlar tanlab olsanglar bo'ladi. Xo'sh, endi sizlarga ko'rsatadigan joyim boshqa joyda ko'rsatamiz endi. Короче, mana bu spawn. Bu spawndan to'g'ri mana bu yerga ketasizlar. Ketdik mana bu yoqqa. To'g'ri yuradigan bo'lsanglar, sizlarni to'g'rida mana bu yerda chiroyli yo'llar xolos, просто tak. PvP maydon bor. PvP joy. Короче, bu yerda PvP qilasizlar. Bacha, chiqinchi. Nukton chiqing, bitta kilik bor. Chiqing, bratim chiqing. Chiqing. Uy. Ko'rdilam. Yo'q-mayo, chiq. Bak, kiyim yaxshi emas, shuning uchun deganimiz ham foydasi yo'q. Bu yerda bor, asosiysi shu. Undan keyin o'zingizlar baza qurib kuchaysanglar bo'ladi. Nima qilish cheksiz. Bu yerda dunyosiga cheksiz. Misol uchun anarxiyada chegarasi yo'q, xullas, короче, cheksiz xohlagan joylarga borib baza qursanglar bo'ladi bemalol. Chiqing. Yana bitta chiqing. O. Odammikin deb o'ylab. Kim kelyapti? Kim bu? Kim? Poshsho xolani erimi bu? Chiqing. Oh-mayo. Siz chiqinchi biradim, siz chiqib bering endi o'zingiz. Yaxshi chiqib beryapti o'zingiz. Chiqing. Ko'rdinglarmi bitta kill. Chiqing. Chiqib bering. O, yaxshi. Chiqing. Oy, ulgurmay qoldi. Vau. Qochib. Iflo Messi bor, Messi yo'da men bo'lmasa o'zim chiqib berardim. Bular mashina hisob bo'ladi-da, bular mashina. Ketdingizlar, ba'zan ko'rsatib beraman xullas. Tashvorlar qaydan kelib qoldi. Endi uyga boramiz, bazaga. Asosiysi shu hozircha. Yana yangiliklar qo'shiladi. Hozir bizda qaranglar, короче, 2 million pulimiz bor. Bu pulga qancha narsa qiladi. Auksion deb bo'lsa-lar, bitta auksion ham bor. Короче, men bitta narsa sotishgan, mana 999 ga qimmat qo'yib yuborishdi lekin. Har xil narsa o'zingizga keraklisini olsanglar bo'ladi. Deyarli auksion to'g'ri unchalik kuchaymagan. Sizlar kelib kuchaytiradigan bittamiz.
Xo'sh, men o'zim bu yerga ulkan 1 million foyda olib keladigan fermani qurganman. Yarim soatda 1 million olib keladi bu bizga. Misol uchun, qaranglar, oddiy kelib turib, bunday qilib yuramiz. Bitta oxirigacha yuraylik-da shuni. Buzamiz hammasini. Endi bitta-bitta terib chiqsak, bitta-bitta terib chiqamiz hammasini, erimaymiz. Yo, cho'chqa. Hammasini bitta-bitta terib chiqadigan bo'lsak, uchi bizda mana shu bir qatorda o'rnidan qancha? 3 pastda 3 stakdan oshiq bo'libdi. Bir stakini 2688 k. Boshda kersanglar 19 k bo'ladi. Chunki men mana bu yerda bunday qilganman mana. Ko'p sotib o'rganman-da bu yerda mana. Hozir qancha do'nan? 256 million ishlabman mana shu bambuk yoki mana bunaqa narsa sotishdan, xullas meva sotishdan qancha qilgan saringlar, misol uchun 250 millionlik qilsanglar, bu 7x ko'paytirib beradi ekan sizlarga. Endi buni sotib ko'ramiz. Hozir 201 million pulimiz bor. Keyin mana bu yerda mashina bir qatorni o'zini sotadigan bo'lsak, bizda 86 k qo'shildi. Hozircha buni hammasini qilmay turamiz. Короче, unda let's go. Hozir biz bazaga boramiz. Bizga hozir sila kerak edi, mana bu yerdan sila tayyorlashimiz kerak. Men mana bu yerga qum eritgan qo'yib qo'ydim. Olishdan chiqibdi. Shisha, 43 ta shishamiz bor endi. Butulkasi ham hozir bundan. Butulkasilik, qani suv. Yo, suv to'ldirgan ham alohida borib kelishimiz kerak ertaga. Suv yo'q ba'zida umuman. 5 sekunddan keyin teleport qilyapti. Suv. Suv topib beringlar, короче. Dengiz bor ekan, olib olaylik. Yo, mana shu yetadi menga. Bo'ldi, bazaga qaytdik. Cho'chqa go'sht qo'shilib bo'ldi. Короче, bu meni ba'zan obzor qilish esdan chiqib qolmaydi. Men bitta narsa so'zlar bo'ladi. Bitta opit saqlayman. Men bitta shalkerlar favqulodda holat bo'lsa, hammasini sotib qochib ketishga, bitta sunduk, men bitta qilich bo'lish kerak desmasam. Mana qilich bor, bambu sindirgani, bitta ovqat, shunga o'xshash narsalar. 50 bitta afrikaxona bor. Afrikaxona короче, men bu yerga naqib qo'yganman, bambular o'sib turadi. Bitta mob spam bo'lmasligi uchun tepasiga ham pastga ham bo'sh joy qoldirmasdan narsa qo'yib chiqqanman, tugma. Endi biz o'zimizni mana damlamalar bor joy qilamiz. Bu yerda damlamalar turadi. Ortiqcha narsalar solib qo'yamiz, shunga o'xshash. Blazer o't olamiz. Keyin mana bundan olamiz. 32 tasi yetib boshadi, mana shu yerdan bo'ladi. Endi biz shilikka tayyorlab olsak yaxshi bo'ladi. Bo'pti, qani shunga aylantirib olamiz buni. 6 ta bo'lishimiz kerak. 1 2 3 4 5 6. Hammasini bitta-bitta yo. Buni bittadan qo'yish kerak-ku aytmoqchi. Bitta qo'yib chiqamiz ekan. Hech birlashmayapti bu. Bu ana. Endi buni bitta qo'yib chiqamiz. Pop qilayotganda bizga silik kerak bo'ladi. 6 attack damage qo'shib beradi. Sila 6. Короче, 6 urun qo'shib beradi degani. Qo'yamiz. Juda ovoz pasib popchilagan bilinyapti.
Musiqa va tovushlar. Mesh yetib qoladi deb o'ylayapman. Qo'yildi, liboyga qo'yildi. Endi men bu yerdan shpok. Hatto. Biz mana voy, biz mana qo'shimiz kerak edi birinchi. Hammasi yeshillikka qo'yib. Voyda. Ondan qo'yib chiqamiz. Xato qilibman, uzr. Vaqtlarda oldim ha. Endi короче ishamiz butulka olib kelamiz, butulka. Давай. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Vay billah. Mana la qo'yilib qopti. Mana bunaqa g'alati damlamagan buni o'zbekcha nomi. Plus gunpowder mana bundan qo'ysak, selek bo'lar. Bundan qo'yamiz. Silada yer olish kerak desam, mashina qo'ygandan keyin. Katta ehtimol bilan. Chunki damlama tayyorlamaganimga ham ancha o'pdi. Sizlardan bitta iltimos, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki biz Minecraftga comeback qildik. Bundan buyog'iga shanba kuni, yakshanba kunlari asosan YouTube'ga video qo'yaman. Qo'ygan kuni vaqtim bo'lmaydi, o'qishda bo'laman. Faqat shanba, yakshanba kunlari. Mana o'zi bizda kuch 1 bo'ldi, 3 minutlisi. Endi agar bunga men bundan qo'yadigan bo'lsak, adashdim, uzr. Men bundan qo'yadigan bo'lsak, 2 barobar naqi beradi. Plus 3 hujum zarar deyapti, ya'ni 3 uron. Hozir bu 6 uronga aylanadi, qarab turibdi. Bunga ham bitta qo'yamiz. Bunga yana bitta. Bunga yana bitta. Va yana bitta qo'yamiz. Uju bizda sila tayyor. Boshqa narsalar solib qo'yamiz, o'g'il qilishdan qo'rqamiz. Bekka, mana ham kerak emas. Boshqa axlatladi. Mashaga tashyapman men. Bekka. Mana olib turib narsa solib qo'yaylik mashakka. Ma'munda qaysa turib. Yommayo. Damlamani rasmini chizib qo'yamiz. Buni endi ramka kesamiz. Keyin damlamamiz. Nima bu? Aytdan qo'yaylik bir chegadan. Bu yerda ovqat bor. Ular shunaqa qilib ba'zan chiroyli qilishga harakat qilyapman o'zim. Kerak narsa solib qo'ysak. Ruda qay dedi? Rudalamaydi ekan kerak. Bambu bir dona bambu bilan solib qo'yamiz, chunki bu kerak emas. Xo'sh, endi silamiz olamiz. 1 2 3 ta sila bo'ldi. 3 ta 6 tasini o'zimizga olamiz, qolganini timga berib qo'yamiz. Soppeli chekdi. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6 tasini timga beramiz, ketdik. Spawn. Teammate'imiz qayda ekan endi? Ozgina PvP qilib ko'raylikmi obunachi, nima deysizlar? Teammate'imiz chiqib ketib qopti chamamda. Ketib qopti. Demak, bular kerak emas. Hammasini sotib qo'yamiz, keyin oshqisasini sotib yuboramiz. Sil qanchadan sotamiz? 100 gadan sotamiz. 1 2
1 2 100 ga bo'ldi. 100 ga bo'ldi. Buni ham sotamiz. Aksil. Yani 3tasini sotsa yetadi menimcha. Da, 3tasini sotamiz yetadi. Buni ham sotib qo'yaylik. 1 2 3. Tamam. Endi kerochi biz ko'proq tatema olamiz. Shop. Tatema olmasak. Ikkita. Oltin olmadan bor, yetarlicha oshib qoladi ham. Legend bow, bu kerak, crown, homiy bow'ni olamiz. Keyin oltin olmani yarmi kerak emas bizga. Ko'payamiz. Qo'yilmayapti. Umuman yo'q. Oltin olma qo'yilmayapti. Ko'payib qoldi. Ko'payib qoldi do'stlar. Ha, bol. Hamma ko'p turib yarim ko'payamiz. Bol, sotki. Yeymiz. Tavba qilib ko'raylik shular bilan. Lekin xatoda. Kichik xatoda bor. Kamonni otamiz chegadan turib. Bir degan yo'q tishatda, chunki biz homiy kit o'ta qattiq. O'ta qattiq homiy kit. Bizda atiga endi legendamiz bor xolos bizda. Cheksiz o'qimiz bor lekin. Kamonda cheksizlik nimasi bor, sehri bor. O'ldiramay qoldi-da. Xo'ron bagular. O'ldirishmoqchi bo'lyaptimi bizni? Bo'pti, karta chiqmasdan xumga borib turib, Mambetga borib turib, kerak emas bular. Ketdik, nima quraylik-da biz hozir. Buni olaylik. Olamiz. Bo'ldi, chotki. Ketdik. To'xtaylik, avval mana yig'ib olaylik, fermani devorlarini chiroq qo'yib chiqqunimcha, bu ancha o'sib qolgan bo'ladi. Qani, unda let's go, video tezlashtirib o'raman bu yog'ini. Qani ketdik. Video tezlashtirmasdan to'xtatib qo'yishga qaror qildim. To'xtatamiz. 1 2 3. Hammasini yig'ib oldim. Qarab turinglar. Xullas mana bitta deganda o'zimdan 15 minut ketdi, sizlardan 1 sekund ketdi. Ponni ferma yiqqanimdan keyin menda shuncha bambuk paydo bo'ldi. Ko'rchi, xullas mana ba'zan tashqarisini ko'rishinglar mumkin, fermani ko'rishinglar mumkin mana. Ancha o'sib qolgan. Bu yog'ini terguncha bu yog'i o'sib ketyapti. Bu ferma ayblab bo'lmay qolyapti. Lekin men bitta narsani bilib qoldim. Bambuklar RTPda, misol uchun oddiy dunyoda o'ta baland bo'ladi. Biz hozir nezirdamiz xullas. Mana bu yerdan oshmayapti. Liboy bambuk mana bu yerdan oshmayapti. Lekin
lekin degan joyi bor. Mana bu tarafdagi bambuk hammasidan ko'ra mana shu yerda bambuklar ponni o'sib ketgandan keyin juda baland turibdi. Buning sababi mana bu yerda chiroq bor. Ba'zan ichkarisi devor tepasi ponni chiroq, misol uchun neza qorong'i bo'ladi-yu, shuni chiroq qo'yib tashlaganman. Mana bunaqa baland ekan. Endi biz mana bu devorlar 3 qavatini tepasiga yana 3 qavat yoki undan ham oshiqroq qilib turib, mana bunaqa chiroqlar bilan to'ldirib chiqamiz. Hozir ko'rib turamiz. Ungacha mana bu bambuklar hammasini sotib yuboraylik. Keyin ko'ramiz qolganini. Qani nechiga pul bo'ladi? Buni donasi birkasi bir stagi degani 2688 dan sotilyapti. Hozir sil deb yozamiz. Bu yerda liboki narsani sotsanglar bo'ladi. Deyarli hamma narsa 99.99% narsani mana shu yerda sotsanglar bo'ladi. Narx yozilgan o'zi ham. Optda ham narx, liboki narsani narxi bor. Mana hammasini qo'yamiz. Shpok. Yo'qbale. 752 ga pul bo'lyapti. Hozir qo'shib turamiz, unga qo'shamiz. 750 ga. ga 370 ga. 750 ga 370 gani qo'shadigan bo'lsak, bizda 1120 ga. Demak, bizda 1 million 120 ga foyda qoldi hozir biz mana shu bitta bambu fermamiz o'zida. Endi biz mana bunday chiroqlar bilan to'ldirib chiqadigan bo'lsak, menimcha undan ham ko'proq qoladi. Qanunda ketdik. Lekin men kattaytirdim deylik. Lekin degan joy bor yana bitta. Mana bu bambuklarni chekkalardagi to'g'ri o'sar, to'g'ri chekkalardagi o'sishi mumkin. Lekin mana bu tashqaridagi o'rtadagilarchi. Menda yana bitta yo'l bor. Tepasiga qo'yib chiqish. Misol uchun mana bu yerdan ponni tepasiga 4 blok yoki 5 blok tepasiga uzun qilib ko'prik quradigan bo'lsa, misol uchun to'g'ri ular pishadi. Keyin pastga tushganda ashlar ustiga tushib, pastga tushmay qolishi mumkin. Uni tepasi o'sganlar yoki hisob-kitob qilib turib, mana buni ustidan yurgizish kerak. Misol uchun bambu agar qo'ysam mashagacha o'sadi bo'lgan, mashagacha o'sadigan bo'lsa, o'lchab turib, to'chnik qilib qurish kerak. Avval chekkasi devorlar qo'yamiz. Agar esinglarda bo'lsa, oldin men Minestax yoki Articraft kabi serverlarda o'ynardim. Bilganlar bo'lsa biladi. Telefon rosa qotardi. 1.8.9 versiyada yoki 1.9 versiyada o'ynasam ham telefon rosa qotardi. Mana o'ynay olmasdik. Palarda ham o'zidan o'zi 1.9 versiyaligi uchun chiqib ketardi. Hozir ancha o'zgargan deb aytib bilgan bo'lsalar, tepada o'rtada ko'rsatib turibdi hozir. Mana 74 fps. Hozir agarda videoda o'chirsam 120 fps ko'rsatadi. 120, 100, 120. Telefonni gersi ham 120 Hz o'zi. Aslida ekranim 120 Hz ekran. 120 fps chiqarib beradi maksimalni. Xudo xolasa bundan beriga sifatli kontentlarni chiqarishga harakat qilamiz. Sizlardan podeshga like, comment, obuna bosib tashlaylar. Bang'alatinglar kerakli do'stlar. Bunaqa resurs parkam o'rnatganman. 64x tiniqlashtirib beradigan. Bilgan bo'lsanglar, ancha narsa chiroyli ko'rinyapti. To'g'ri, sizlarga unchalik bilinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zim mazza qilib o'ynayapman. Sizlar ko'rganlar uchun bilinmaydi. Misol qara, oddiylar qaziydigan bo'lsangiz, mana chiroyli qaziladi. Shu bambularimiz boshlab shu mana tepaga o'sishni boshladi bambular. Demak, ancha foydasi bor. Timimiz ham bor mana. Pulni rang tipasiga qaraydigan bo'lsalar, o'ng tarafdagi menyuga
7 degan tim ochib qo'yganmiz. Kerakchi bunga obuna bo'lganlarni qo'shyapmiz. Semunuzning kanaliga obuna bo'lganlar, Ilimash kanaliga obuna bo'lganlarni qo'shib beryapmiz. Bundan keyin server IP'sini ko'rsatib ketaman. Serverda IP'si crown.smp.uz sarlavhasiga ham yozib qo'yaman. Shuni ko'rib kirasizlar o'zman. Mana shunaqa. Xuddi shunday deb bo'lsa, serverga kirasizlar. Bambilarimiz ancha sezilarli darajada o'syapti har tarafdagilar. Bambi. Kerakchi bu bambixonadan juda ham katta foyda keladi. Misol uchun sizlar shakar qamish ferma yo bo'lmasa boshqa fermalar qurib yurmanglar. Sizlarga maslahat, juda katta maslahat. Kichkina bo'lsa ham bambi ferma qurdilar, tamom. Misol uchun oddiy RTPdami, misol uchun elektrani olib 1 kun uchasizmi, 2 kun uchasizmi uchaverasiz. Xullas, uzoqroq joyga borishingiz kerak, elektr olib yo bo'lmasa piyoda bir eng kamida 5000 koordinata bo'lishi kerak. RTPda baza qurmoqchisiz. Bo'lmasa bazingiz grifokida har qanaqasiga bazingiz topib oladi. Har qanaqasiga bazingiz topib olishadi agarda uzoqroqqa borolmasangiz. Bu anarxiya emas, CMP rejimi. Shuning uchun CMPda dunyosi cheksiz bo'ladi. Bilsanglar, misol uchun cheksiz Minecraftda ham o'zi aytgan, hech kim bizni Minecraftimiz oxirigacha borolmaydi degan. Misol uchun esingizda bo'lsa 2010-yilmikin, xullas bittasi boshlagan, Minecraftni boshlagan. 1.10 necha versiyada o'ynaydi, adashmasam 1.9 versiya yo 1.12 versiyada o'ynaydi. Asha nechadir yil oldin boshlagan, 2010-yilmikin boshlagan bo'lsa, hali ham o'zi piyoda yuradi, orqasiga borolmagan, Minecraft chegarasiga borolmagan. Demak, bu degani qancha uchasizlar, misol uchun 1 oy uchasizlarmi, 2 oy elektrda uchasizlarmi, farqi yo'q. Oxiriga bora olmasa degan. Xullas, iloji boricha uzoqqa boringlar, ba'zilar quringlar, kuchayinglar, serverga kirib maza qilib o'ynanglar. O'zi men anarxiya o'ynamay qo'ydim. Anarxiyani o'rniga emas, SMP serverda o'ynayapman, Crown SMPda. Nimaga degan? Voy. Yonmayo. Pulim qayerga qolib qoldi? Pulim qani? Yo reklam qilganim yo'qolib qoldimikin? Reklama qilganim yo'qolib qolibdi. Reklama qilib yurmanglar, biranda server ishlarida ham pulinglar yo'qolib qoladi. Hozir shunda qaranglar, 3 million pul prosta yo'q. Timda bor edi. Tim qanday olardi endi buni? Description so'rami? 200 olaylik. Kerakchi boshqa narsa qilib qo'ymayman. Mana ular qazibsa pul bo'ladi. Lekin yomon bo'ldi. Shuncha pul yo'qolib ketgan. Sizlar ham ketdi bambulari. Mana bir qatorini tersa yetadi shunday zamonda chiroq olsa bo'ldi, to'g'ri. Men pulim yo'qolib qoldi. Men bilganimda Crown SMP deb yozmagan bo'lardim. Las server reklama qilib o'tirmanglar bunga. Sizlar ham pulinglar yo'qotib qo'yasizlar. To'xtang, hozir biz
serverda IP'sini yozganimizga nima bo'ldimi? Yo'q. Hammani pul yo'qolibdi, bizning pulimiz emas. Hammani pul yo'qolibdi. Hammani pul yo'qolibdi. Bala pulni beringlar, endi men pulni o'g'irlasizlar. Bala g'olam qilishdi-yu. Busturjon nomer 1 tepasi nima kod, adminlar tepasiga nima kod deb qo'yganini endi tushundim. Mana Busturjon nomer 1 kod, или admin Rustam Bebrov kod. Bo'ldi, yetadi bizga chiroq olgan yetsa bo'ldi pulimiz. Pulni olib qo'yish kerak. Bo'pti, sotaylik kerakini. Bambuga tashlab yubordi ya. Buni ham sotib yuboramiz. Endi bunga chiroq olamiz. Kiramiz. Shpoq. Yetadi. Tepaga chiqamiz. Poq. Shpoq. Mana bu tagida o'sib ketyapti. Endi mana bu tagida o'smayapti. Stop. Menda idea paydo bo'ldi. Demak, hozir tepaga chiqishimiz kerak. Demak, hozir shunda. Hozir agarda mana bu kecha o'syapti. Hozir mana bu yerdan yorug'lik kelayotgan bo'lsa, hozir shunda bizda 1 2 3 4 blok tepaga o'sdi deylik. Agar 4 blok tepaga qilib turib, nashetdan 4 blok tepadan yana qursak, yana o'sishda davom etadi. 1 2 3 4. Mashinacha bo'ldi. Endi hozir mana bu yerdan ekan 4 blok yurgan bo'lsa, stop, nima qildim? 1 2 3 qilsak 4 blok emas. 4 blok qilamiz yoki. Mana shu yerdan qiladigan bo'lsak, mana shu yerdan qilaveramiz. Demak, bizda o'sish kerak. Endi jeni tushib qotib chiqib qolaylik. Tepasiga yana qurib chiqamiz uni kerakchi. Ketdi, ketvordi. Tepaga chiqaylik, biz tepaga chiqsak bo'ldi, yetadi. Xullas, men bu yerda mana bu bambuk fermaning ustiga bambular bilasizlar, bambularni agarda yorug'lik bo'lmasa, nezerda o'smay qoladi. Shuning uchun men bambular o'sish uchun ustidan mana bunday yorug'liklar terib chiqyapman, chiroq terib chiqyapman. Ya'ni bambular baland o'ssa, yana ham ko'proq pul keladi. Shuning uchun bu yerda sizlar zerikib qolmasliginglar uchun video tezlashtirilgan kadr qilib tashlab qo'ydim. Videoga maroqli ortiq qilaman. Qanunda videoga ketdik.
Xullas mana obunachilar, xullas mashinani bitirdik. Короче, devorini ham 2 qavat ko'tardim. Devorni 2 qavat ko'tarib turib, men bu yerda ponni yuklay qurdim. Birinchi, undan keyin men bunda orasini 2 bloy qildim. Sababi agarda ponnini tekis qilib qo'ysam, men bular misol uchun bunday qilib tushganda, mana qarang, tushganda men buni ustida turib qolish mumkin. Hozir nima qilib turib olmayapti. Mana oraliqlardan tushib ketyapti. Demak, bizga hozir ponni bambu mashinaning tepasini yig'adigan bo'lsak, 66% pastga tushadi, 33% mayda qolib ketishi mumkin. Qolib ketadi emas, 33% qolib ketishi mumkin. Demak, o'sha ancha normalniy pol fermamiz. Yemayo. Nima? Qaratir. Ot. Ma bratga. Oh, nima gap? Endi hozir sizlar bilan buni qancha foyda kelishini bilib ko'ramiz. Qani, unda let's go. Bitta bal topdan ko'rib qo'yaylik qani. Birinchi o'rinda ovozi degan turibgan 2.714.000. Bizda esa 123.000 dollar bor. Qani ko'ramiz necha million foyda olib kelishini. Bu fermamiz. Qani unda videoni pauza qilib turaman. Sizlarga 1 sekund ketadi. Menga 20 minut. Xullas do'stlar, mana biz tashqariga chiqdik. Xullas polni fermamizni yig'ib chiqdik. Va bizda natija qanday bo'ldi? Bizning natijamiz 3.300.000k. Bundan 123k ni ayirib tashlasak, bizda 2.200.000k pul bo'ldi. 3.200.000k pul bo'ldi. Ya'ni bizda 3.200.000lik fermamiz bor. Bu bir donada agarda yana bir 20 minut Afrika tursak, bundan ham ko'proq bo'ladi. Endi bitta yangilik. Baltoq ko'rasizlar, qaranglar. Server bo'yicha eng ko'p puli bor odamlar ko'rsatadi buni kishilar. Shpoq. 3.393 ga pulim bor. Meteorsiylar bilan. Короче, do'stlar, hayır, sizlar ham serverga kiringlar, maza qilib o'ynanglar. Kuchaylar. Bu pul topishda eng zo'r usullardan biri edi. Hammaga xayr, sog', salomat bo'linglar.